asosiy yig'ilishimiz jamiyatning moliyaviy ko'rsatkichlari, moliyaviy barqarorligini ta'minlash, iqtisodiy samaradorlikni oshirish hamda bu borada amalga oshirilgan ishlar muhokamasiga bag'ishlangan. Iqtisodiy moliyaviy ijobiy faoliyat bo'yicha qisqagina ma'lumot beraman. Masalan, 2025 yilda erishgan natijalarimiz kelgusi 26-yilda dastlab birinchi choragiga, keyin 26-yilda birinchi yarim yil bo'yicha kutilayotgan natijalar haqida qisqagina izoh beraman, tushuntirish beraman. Jamiyatimiz har yili biznes reja tuzamiz, qilayotgan vazifalarimizni belgilab olamiz oldindan. Shunga nisbatan asosiy vazifalarimizni bajarganmiz. Tannarx asosiy yetkazib berishimiz, tannarxlarni qisqartirish bo'yicha har yili chora-tadbirlar qilamiz. Imkon qadar xarajatlarni kamaytirish, iste'molchilarga ham qulaylik yaratish maqsadida, shuningdek o'zimizning daromadlarimizni imkon qadar me'yorda ushlab turish maqsadida.